asolari bilan chaqtirib davolaydigan joyimiz. Qo'qon shaharidan Farg'ona yo'ldan kelganda mana bu yoqda Oqtepa Lavash, Yangi bozor tarafdan kelganda shuni kelinadi mana Texnika universiteti. Shu Oqtepa Lavashni oldiga kelganda shunday buriladi, o'ng qo'lga burilib mana shu yo'ldan shunday kirib borilsa, shu mashina turganda oldida bizda nimamiz, davolash markazimiz, asalari shifo deb yozib qo'yganmiz mana shu. Umuman muammo emas, tovush qiyin emas. Orienter mana Oqtepa Lavash. Mana shu mana asalari shifo yozib qo'yganmiz. Bu yoqda 29-maktabning yo'li. Shunday mana shu eshik bizning Qo'qondagi filialimiz.